Qizlar, bugun sizlar bilan mana shu Dalbaning yangi chiqqan SPF'ini obzor qilmoqchiman. Yangi chiqdi SPF krem, bu yuzni namlantiradi va yuzga yorqinlik beradi deyilgan. O'zim ishlatib ko'rdim, kecha bilan yuzimga surib ko'rdim. Hozir ham hech qanaqa makiyaj qilmaganman. Ertalab toza yuzga mana shuni surib chiqdim. Koreyadagilarga ham bemalol yetkazib beramiz, zakaz bersanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha ham hamma joyga dostavkalarimiz bor. Qizlar, vegan sostav. Sizlarga surib ko'rsatib beraman hozir. Hidlari ham приятный. Yuzni yaltiratib, yuzga yorqinlik beradi ekan, nur ostidan yuzni yaltiratar ekan qizlar. Ertalab shuni toza yuzga surib oldim. Shuni hech narsa surmasdan ko'chaga chiqib ketdim. Yuzimni yaltirab, namlantirib, zo'r bo'lib turibdi. Qizlar yuzim ta'sirchan, quruq. Uncha SPF kremlar ham, oddiy kremlar ham tushmaydi yuzimga. Bu tushdi. Avval o'zim ishlatib ko'rdim. Yuzimga yaxshi tushgani uchun sotuvga chiqarishga qaror qildim. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Narxlari ham qimmat emas. Qizlar ko'rsanglar bo'ladi. Yuzimga qanaqa turdi qaranglar. Zo'r namlantirib, qaranglar. Zo'r namlantirib, yaltiratib qo'ydi. Qizlar, bemalol zakaz beringlar, sotuvga chiqaramiz. Sostav toza, vegan sostav. Dalban SPF kremi qizlar namlantiradi, yuzni yaltiratadi, yuzga yorqinlik beradi. Koreya mahsuloti.